Avtoservis kuzatuvchilari, bugun sizlarga azot apparatimiz haqida ozgincha tushuncha berib o'tib ketamiz. Bu azot apparatimiz full modellardan bittasi bo'ladi. Bu o'zi ballondagi davleniyani o'zi so'rib, o'zi azot urib beradi. Keyin buni qulayliklarini hozir ozgincha tushuntirib berib o'tib ketamiz. Xo'p, mana avvalambor azot apparatimizni yoqamiz. Mana ko'rib turganingizdek, kompressordan shlanka kelib, mana bu qismi gullanadi. Bu yerda ko'rib turganingizdek ikkita o'zini воздушный filtri bor. Ko'p modellarda bitta bo'ladi. Bunda o'sha kompressordagi har xil suvlarni, moylarni ushlab qolish uchun, natijasi yaxshi bo'lish uchun mana bunaqa ikkita o'zini maxsus filtrlardan qo'yib qo'ygan. Bittasidan o'tsa, keyin o'sha birinchisi ushlab qola olmasa, ikkinchisi ushlab qoladi, keyin bunga zarar kamroq yetadi. Zarar yetmaydi, to'g'rirog'i. Keyin mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda o'zi avtomatik degan joyi bor. Mana azot uriladigan shlankamizni mash qismiga ulab qo'yamiz. Xo'p, endi apparatimizni mana bu displey qismiga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda har xil yozuvlari bor, plus minus, model, unit, start, mana bunaqa knopkalari bor. Biz azot apparatiga o'tkazish uchun birinchi nima qilamiz? Birinchi model knopkasini bitta bosganimizdan keyin ko'rganingizdek mana bu vakuum yozuv chiqdi. Bu nima? Bu ballondagi davleniyani so'rib olish vaqti bu. Keyin mana bu knopkasini bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek set yonib turibdi. Bunda hozir ballonga necha davleniya urishi ko'rsatib qo'yapti. Masalan, 2 mi yoki mana 2.1, 2.2 o'zingizga kerakli davleniyani to'g'rilab qo'yganingizdan keyin mana bu knopkani bossangiz, endi bu qismiga o'tadi. Bu qismi o'sha boyaga aytganimdek, ballondagi davleniyani so'rab oladigan vaqti qanchalik, misol uchun buni ballonning razmeriga qarab turib o'zingizlar vaqtini belgilayverasizlar. Misol uchun qancha ko'pga qo'ysanglar, ballondagi davleniyani shunchalik yaxshi so'rab oladi. 90 sekundga qo'ydik mana. Bo'ldi. Azot apparatimiz tayyor. Mana hamma narsalar ulab olindi. Kompressorimizni yoqamiz. Keyin sizlarga maslahatim, har doim azot urayotganingizda ballondagi mana bu o'zida joylashgan mana bu zalatligini yechib olib, iloji boricha havosini chiqarib tashlab, havosini chiqarib tashlab turib ishlatsanglar, azot apparatiga qiynalmaydi. Chunki ichida davleniya bo'ladi, uni so'rib olishga, boshqaga vaqt ketadi, baribir ma'lum miqdorda apparatga zarar yetadi. Mana ulab oldik. Endi 90 sekundga qo'yib oldik. Mana bu start knopkasini bosamiz. Mana start knopkasini bosganimizdan keyin ko'rib turganingizdek, mana o'sha sekund vaqtlari yurishni boshladi, mana kamayishni boshladi. Bu ballondagi havoni o'zi so'rishni boshlayapti. Mana so'rishni boshlayapti. Hozir pasdan keyin o'zi sekin bujumayishni boshlaydi. Ichida hamma so'rib olgandan keyin, mana bu vaqt tugagandan keyin o'zi avtomatik tarzda urishni boshlaydi. Hozir ko'rib tursanglar, o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Keyin iloji boricha agar mana bu shlankani kaltalik qiladigan bo'lsa, almashtirmoqchi bo'lsanglar, o'ziga o'xshagan, eng kamida o'ziga o'xshagan mash razmerdagi shlankani qo'yinglar. Chunki agar bundan ingichka bo'lib qoladigan bo'lsa, ballondagi havoni yaxshi so'rmay qoladi yoki urishda qiynaladi. Ko'ngilda effekt bermaydi. Shuning uchun mana o'zingizlar ko'rayotganingizdek заводской qalin. Ko'pchilik buni ahamiyat bermaydi, uzunroq bo'lsin deb ingichkasiga almashtirib qo'yadi. Yo'q. Iloji boricha qaliniga, yo'q, qalin topolmagan taqdirda o'zidek razmerdagiga alishtiringlar. Mana ballonni o'zi mana davleniya mana pasyapti o'zi mana, so'rishni boshladi. Mana ko'rdinglarmi mana? Vaqti sal kamlik qildi. Mana vaqt sal kamlik qildi. O'zi hali oxirigacha so'rab olmadi. Mana oxirigacha so'rab olmadi. Mana ko'rganingizdek, stop knopkasini o'sha kamlik qilgandan keyin yana obratni stopni bosib turib, sразу startni bossanglar, o'sha keyin mana ikkinchi so'rganida mana ko'rganingizdek hamma yog'ini mana buzmaytirib tashladi mana. Hamma yog'ini buzmaytirib tashladi. Mana 3 sekund qoldi mana. Ko'rganingizdek ballonning ahvoli, sekundini agar bundan ko'proq qo'ysanglar, yana ham g'ijimlab tashlaydi ballonni. Buni ballonga umuman zarari yo'q. Hech qanaqa ta'sir qilmaydi.
ko'pchilik o'ylaydi balonni buzmay turib qo'ydi, iplar uzilib ketadi, bir nima bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa balonga zarar yetkazmaydi. Mana ko'rayotganinglardek mana urishni boshladi mana. Hozir o'zi shu mana bu normaga yetib kelgandan keyin signal berishni boshlaydi. Bo'ldi, keyin yana stopni bosib, hali ham urush jarayonida. ikki bo'ldi hozir dalinamiz. 2 bo'lganda o'zi avtomatik signal beradi. Signal bergandan keyin stopni bosib o'chiramiz. Bo'ldi. Mana ko'rganingizdek o'zi signal berdi. Mana endi sразу buni stop knopkasini bosib turib, zaratligini sразу iloji boricha mana urab qo'yamiz. Bo'ldi. Balonimiz tayyor. Endi buni o'zingizlar bitta to'g'ri bo'ldimi yo'qmi o'sha patkachkada tekshirib, bemalol kompostini ligirovka qilib, bemalol taqib olsanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, Avtoservis YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.